Siz Yashil maydon kanalidasiz. Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Futbolda avlodlar almashinuvi deganda siz nimani tushunasiz? Yangi davr boshlandimi? Futbol tarixida har bir davrning o'z qahramonlari bo'lgan. Lekin oxirgi 15 yil ichida butun futbol olamini ikki futbolchi boshqardi. Bular Lionel Messi va Cristiano Ronaldo. 2008-yildan 2023-yilgacha bo'lgan davrni ko'pchilik Messi va Ronaldo davri deb ataydi. Sababi oddiy. Bu ikki futbolchi 13 yil davomida oltin to'pga ega chiqishgan. Messi bu sovrinni 8 marta, Ronaldo esa 5 marta yutgan. Bu futbol tarixidagi eng katta rekordlardan biri hisoblanadi. Ularning o'zaro raqobati asosan ikki buyuk klubda bo'ldi: Barselona va Real Madrid. Ayniqsa El Clasico o'yinlari futbol tarixidagi eng tomoshabob uchrashuvlarga aylandi. Ammo vaqt hech kimni kutmaydi. Bugungi kunda futbol asta-sekin yangi avlod qoliga o'tmoqda. Messi hozirda AQShdagi Inter Miami klubida o'ynayapti. Ronaldo esa Saudiya Arabistonidagi Al Nassr safida faoliyatini davom ettirmoqda. Bu esa shuni anglatadi: Yevropa futboli yangi yulduzlarni kutib olmoqda. Bugungi kunda futbolning yangi yetakchilari sifatida bir nechta futbolchilar tilga olinmoqda. Ulardan biri norvegiyalik hujumchi Erling Haaland. U Manchester City bilan ajoyib mavsum o'tkazdi. Haaland birinchi mavsumda barcha musobaqalarda 52 ta gol urdi. Premier Liga rekordini yangiladi va Chempionlar Ligasini yutdi. Yana bir super yulduz fransiyalik hujumchi Kylian Mbappe. 2022-yilgi Jahon chempionati finalida Mbappe 3 ta gol urib hat-trick qayd etgan. Ammo shunga qaramay Fransiya penaltilar seriyasida mag'lub bo'lgan. Bu final ko'pchilik tomonidan futbol tarixidagi eng dramatik finallardan biri deb hisoblanadi. Yangi avlodning yana bir yulduzi angliyalik yarim himoyachi Jude Bellingham. U Real Madridga o'tib darhol jamoa yetakchilaridan biriga aylandi va muhim gollar bilan jamoaga katta yordam berdi. Ko'pchilik ekspertlar uni kelajakdagi oltin to'p nomzodlaridan biri deb hisoblamoqda. Futbol tarixida bu birinchi marta emas. Avlodlar almashinuvi har doim bo'lgan. 1990-yillarda futbolni Ronaldo Nazario va Zayniddin Zidan kabi yulduzlar boshqargan. Keyinchalik esa sahnaga Messi va Ronaldo chiqdi va yangi davr boshlandi. Endi esa navbat yana yangi avlodga kelmoqda. Bugungi kunda ko'pchilik futbol mutaxassislari shunday savol bermoqda: kelajak kimniki? Haalandmi? Mbappemi? Yoki Bellinghammi? Yoki ehtimol hali biz bilmaydigan yangi yulduz paydo bo'lar. Bir narsa aniq, Messi va Ronaldo futbol tarixidagi eng buyuk davrlardan birini yaratdi. Ammo futbol hech qachon to'xtamaydi. Maydonda doimo yangi qahramonlar paydo bo'ladi. Va ehtimol biz hozir futbol tarixidagi yana bir yangi davr boshlanishiga guvoh bo'lyapmiz. Zamonaviy futbolda bir qancha yulduzlar nomi endi sekin unutiladi. Hozirgi avlod Neymarning fintlari, Balening tezligi, Casillasning seyflarini balki bilishmas. Ular Veneni taniydi. Pedri va Gavini taniydi. Puyol yoki Pekeni bilishmas balki. 2007-yildan 2023-yilgacha bo'lgan davr eng buyuk futbol davrlaridan biri bo'lib qolmoqda. Endi navbat yangi yulduzlarga ko'ramiz. Ularda Ronaldo va Messi kabi futbolchilar bo'larmikan? Balki ulardan ham buyukroqlari chiqar bizga qorong'u. Siz Yashil maydon kanalida bo'ldingiz. Kanalimizda qiziqarli videoroliklar mavjud. Yana diydor ko'rishguncha deb qolamiz. Yashil maydon. Futbol va yana futbol.